Mana bu tepadagi akani qilgan ishini bir ko'ringlar. Assalomu alaykum, Farmiz aka bo'ladi. Bu salomat bo'la kelinglar. Kimsizlar? Xushkepsizlar. Assalom. Ustoz, sizlar ishlaringizni ko'rib kelyapmiz. Xo'p aka. Vodiydan kelgan ekansizlar aka. Ha, xudo xohlasa. Bizda ham bir o'yinimiz bor-da, butun napay qiladi. Bir shu o'yin o'ynab ko'ramizmi aka? Bo'ldi, o'ynaymiz aka. Kelinglar akalar. Bizimizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizimizlar. Assalomu alaykum. Bizimizlar. Yaxshi. Ha, aka, ishlaringizni ko'rib kelyapmiz. Bizda ham bitta o'yinimiz bor. Nafron Napay sahifasiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Instagramingiz bormi aka? Bor, xudo xohlasa. Ko'raylikchi, agar Nafron Napay ham va homiylarga obuna bo'lgan bo'lsangiz, $100 o'yinimiz bor. Shunaqa qatnashsangiz bo'ladi aka. Nafron Napay mana. Aka, mana obuna bo'lgan ekan, homiylarni ham hozir ko'ramiz. Hamma homiylarga obuna bo'lgan ekan. Sizlarni kuzatib boraman men. Aka, bitta xohlagan o'zingiz yoqtirgan sonni aytasiz. Mana shu pullar ichidan o'sha raqamdan qaysi pul turgan bo'lsa o'sha sizga bo'ladi. Men xudo xohlasa futbolga qiziqaman o'zim. Shunga Lionel Messi 10-raqam tanlasam nima deysiz? Aka, shuni o'zingiz sanang. O'zim sanayman. O'zingiz sanang shuni. $100. Aka olmadik ya yo'q. Yo'q aka. Aka, Shuncha bo'ladi, ha? Xudo xohlasa. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. do'stlar, bizda o'yinimizda rekord manki vodiylik akalarimiz $100 yutib oldi aka. Omadli inson ekansiz aka. Omadli, xudo xohlasa biz ko'p narsada omadim keladi. Endi akalar bunday qilsak, xudo xohlasa ishlab yuribmiz, ishimiz yaxshi. Rizqimizni terib yuribmiz 12 viloyataro. Shuni men sizga qaytarsam, shu qiynalgan oilami yo bir anaqalarga ehson qilsangiz, sizga bizga hammaga bir yaxshi bo'lardi-da. Ishimiz ham oldiga yurardi, xudo xohlasa. Nima aka, lekin qoyilqonlik, ishingizga yarasha o'zingizning hurmatingiz ham ancha baland ekan aka. Rahmat. Ishlaringiz barakalar. Shu pulni olib, xudo xohlasa bir yaxshi yo'lda bir ehson qilib olsanglar, bo'ladi. men ham xursand. Aka, vodiydan kelib turib siz mart ketyapsiz, biz Samarqandlik, biz ham mart ketamiz. Siz o'zingiz nima ish qilasiz aka? Men shunaqa zamonaviy uylarni komil qismini yopish bo'yicha firma yasayman men. Aziz yurtdoshlar, shu konteyner materialimiz bo'lib, konteyner o'zimizdan, materiali shu xizmati 180 mingdan 230 minggacha bo'ladi. Shunga o'xshash katta-katta to'yxona, uzun-uzun naveslar, molxona, uy tomlari qilinaveradi. Aloqa chiqarasizlar. Xo'p, bizga hamma narsa ma'qul bo'ldi. Agar sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerini qoldiramiz ekanini, o'zlari bilan bog'lanaverasizlar. Xudo xohlasa biz 12 viloyatda ishlaymiz. Aloqaga chiqarasizlar. O'zbekistonning qaysi hududida bo'lsa ham, xudo xohlasa chiroyli qilib, mo'shni qilib chiqarib beramiz.